Istiqlolimizning 33 yillik to'yi davlatimiz rahbarining qaroriga asosan bu yili katta tantana va shodiyona sifatida nishonlanadi. Tashkiliy, amaliy, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar hamda targ'ibot tashviqot ishlari bir bo'lsak yagona xalqimiz, birlashsak vatanmiz degan bosh g'oyani o'zida mujassam etgan holda o'tkaziladi. Aynan shu ezgu g'oya asosida bizning tumanimizda ham turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, davra suhbatlari, uchrashuvlar, do'stlikni tarannum etuvchi kechalar o'tkazilmoqda. Lembur mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan tadbirda qo'shni Qirg'iziston Respublikasidan tashrif buyurgan mehmonlar ham ishtirok etishdi. Biz mana shu iki prezidentimizin tileklerini işe aşırış için daima konuşuculuk intimaklı tututağız dep bir-birimiz menen bayramlarda bardı keldini ayavay жақсы жасайбыз. Uşu prezidentimiz Sadır Japarov menen Şavkat Mirzaev'tin işige iyiliklerdi. Jana şu Özbek Respublikasının жалпы elderige tinçlik amançılıkты tileymin. Muna biz Lembir aile menen daima dostluktu bekem tutup bir-birimiz menen katlaşıp bir-birimiz menen жақшыныкка iş-çaralarda ötkөрüp kelebиз. Muna şu жақындан beri biz öte bir-birimiz menen sый urmattабыз. Darhaqiqat istiqlol buyuk ne'mat. Mustaqillik sharofati tufayli mamlakatimizdagi yuksalishlar qatori qo'shnilar bilan o'zaro do'stlik va hamkorlik rishtalari yanada mustahkamlandi. Lembur mahallasi va Apkan ovuli aholisini ham asrlar osha shakllangan do'stlik rishtasi o'zaro mustahkam bog'laydi. تا توانی دوستان را گم نکن، دوستان مهربان را گم نکن. در جهان به دوست گشتن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم نکن. biz mana bugun Lembir mahalla fuqaro yig'ini So'x tumanida nihoyat yaxshi tantana, do'stlik tantanasini o'tkazib turibmiz. Biz Lembir ahli ayollari, hamma fuqarolar nihoyatda xursandmiz. Chunki bizning mahallamizga qo'shni Qirg'iziston Respublikasidan yaxshi bir qancha delegatlar kelishdi. Ular bilan suhbatlashib, uchrashib, birgalashib, hammamiz shu do'stlikni mustahkamlash uchun bir joyga jamladik. Shundan men nihoyatda xursandman. Chunki mana ikkala prezidentimiz ham bir-birlari bilan uchrashib, do'stlik haqida, rafoqat haqida, obodonchilik haqida, borib kelish haqida suhbatlashdi. Biz Qirg'iziston Respublikasi bilan Lembir So'x tumani yo'limiz, suvimiz, bozorimiz, mazorimiz hammamiz bir. Bizni hech kim ajrata olmaydi. Shu munosabat bilan men shu tojiklarga, o'zbek va qirg'iz xalqiga salomatlik tilayman. Doim do'stligimiz mustahkam bo'lsin. Doim bir-birimiz bilan bordi-keldi qilib, qadr-qimmatimizni yo'qotmaylik. Xalqlarimiz do'stligi abadiy bo'lsin. Tadbirda ishtirok etib so'zga chiqqanlar eng avvalo mustaqillikning xalqimiz hayotidagi o'rnini yorqin misollar bilan bayon etib, istiqlol xalqlar do'stligini mustahkamlashdagi asosiy omil ekanligini ham alohida ta'kidlashdi. O'zbek, tojik va qirg'iz tillarida yangragan kuy-qo'shiqlar barcha ishtirokchilarni do'stlik sahnasiga chorladi. Istiqlol bayramiga bag'ishlab o'tkaziladigan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar sentyabr oyigacha davom etadi.